profilga qaraydigan bo'lsak, bu bizning demak oilaviy shifokorimiz. Imtiyozli yo'llanmalarga kiradigan bo'lsak, mana bizning bemorimiz. Tibbiyot muassasasini tanlash kutilmoqda holatida turibdi. Ustiga bosib ochadigan bo'lsak, bizda muassasani tanlash knopkasi paydo bo'ldi. Muassasani tanlash knopkasini bosamiz va tibbiyot muassasasi oynasida mana shu bemorimizning o'sha kasalligiga qarab o'ziga kerakli bo'ladigan muassasalarning ro'yxati chiqadi va ichidan bemorimiz o'ziga keraklisini tanlaydi. Tanlash knopkasini bosamiz va biz tibbiy muassasa tomonidan уже tasdiqlanishi kutilmoqda. Ya'ni aytganimdek, viloyat komissiyasi yoki respublika komissiyasi buni tasdiqlab berish kerak. Haqiqatan ham bemorga mana shu kasalxona to'g'ri keladi. Demak, biz tasdiqlaymiz yo'llanma yaratilish jarayonini. Ustiga bosamiz va mana biz demak viloyat komissiyasiga qaytib keldik. Tasdiqlash va yo'llanmani yaratish tugmasini bosdik, bo'ldi. Bizning yo'llanmamiz yaratildi, tasdiqlandi, tayyor bo'ldi. Endi bu yo'llanmani chop qilishimiz ham mumkin. Ya'ni pechatga chop qilishga bosadigan bo'lsak, bizning qog'oz shaklidagi varianti ochiladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni imtiyozli yo'llanma, bemorimiz haqida ma'lumotlar, QR kodi, ya'ni haqqoniy ekanligini tasdiqlovchi himoya kodlari, hujjat ID raqamlari va hokazo ma'lumotlar o'sha sizlar oladigan anonda mesikida beradigan o'sha hujjatimizga o'xshagan hujjat chiqarib olsak bo'ladi imtiyozli yo'llanma bo'yicha. Demak, bizning yo'llanmamiz demak hozir keldi. Yotqizish rejalashtirildi. Ya'ni biz yo'llanmani yaratdik, jo'natdik. Va biz yuborgan muassasa, ya'ni bemorimiz tanlagan muassasada, masalan, mana bu klinikani tanladi bemorimiz. Tanlagan joyda ular o'sha imtiyozli yo'llanmaga kirmaydi, ular kasalxona va Shusiz aka, qabulxona bo'limiga kiradi. Labay. shu joyda qo'shimchalar borda, ya'ni to'liqroq tushuncha paydo bo'lishi uchun qo'shimcha qilaman. Demak, Aha. sizlarga ko'rinmaydigan ikkita etapi bor. Birinchisi, o'sha bemorga qaysi muassasalar ko'rinadi? Demak, hudud darajasida, respublika darajasida degan savol birinchisi. Bemorga ko'rinadigan muassasalar birinchi navbatda Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi bilan o'sha shartnoma qilgan davlat va nodavlat o'sha tibbiyot muassasalari nazarda tutilgan. Va buni ichida o'sha qaysi tibbiyot muassasasi qaysi o'sha yuqori texnologik operatsiyalarni qila olishini ham sug'urta bilan shartnomasida aniq ko'rsatgan. Shundan kelib chiqib, o'sha bemor, misol uchun bemorga qo'yilgan tashxis deylik I28 bo'lsa, demak o'sha I28 bo'yicha operatsiya qila oladigan tibbiyot muassasalarini ro'yxati bemorga ko'rinadi. O'sha hudud darajasida yo'naltirilganda faqat hudud darajasidagilargina ko'rinadi. Bu yerda o'sha 36-32 ga asosan o'sha hudud darajada qilinishi kerak bo'lgan operatsiyalar inobatga olinadi. Bu birinchi navbat. Bemorga o'sha muassasalar chiqadi. Bemor keyin o'sha muassasalardan birini tanlaydi. Bemor muassasani tanlagandan so'ng bemorga o'sha muassasaga, ya'ni o'sha bemor muassasani tanlanishidan oldin, undan oldin nechta odam navbatda turgani bemorga ko'rinadi. Bundan tashqari bemor muassasani tanladi, uni 30 kun ichida o'sha o'zgartirishi mumkin. Yo'q, 30 kun ichida o'zgartirish emas, umuman olganda 30 kun ichida bemor muassasani tanlashi mumkin. Tanlagandan keyin o'zgartira olmaydi. 30 kun lekin imkoniyati bor tanlashga. Xo'p, endi muassasa tanlandi. Muassasa tanlangandan keyin o'sha bron qilinish masalasi bor edi. Bu aytib o'tilmadi. Bu o'sha tizimda ko'rinadigan jarayonda amalga oshmaydi bu. Bu avtomat amalga oshadi. Ya'ni bemor muassasani tanlagandan so'ng umumiy navbatga ro'yxatga olinadi avtomat. Endi o'sha qo'yilgan yo'nalishi bo'yicha, deylik o'sha kardiologiya yo'nalishi bo'yicha uni yo'llanmasi bo'ladigan bo'lsa, demak, tizim avtomatik Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasining axborot tizimiga pul mavjud yoki mavjud emasligini tekshiradi. Ya'ni qo'lda tekshirilmaydi bu misikiga o'xshab, bu tizim tomonidan avtomatik amalga oshiriladi. Ya'ni birinchi yo'llanma yaratilgan, ya'ni birinchi o'sha tibbiyot muassasasini tanlagan bemor ga pul biron bo'lmaguncha ikkinchisiga pul biron bo'lmaydi. Ya'ni hamma biladi, o'sha misik axborot tizimida tibbiyot muassasalari o'zi istagan odamga o'sha pul biron qilib, istamagan odamniki
oylab, yillab navbat kutishiga to'g'ri kelib turibdi hozir amalda. Mana shu holatlar limit axborot tizimida bunga chek qo'yilgan bo'ladi. Hozir